Tak, kameram yaxshimi? Hammasi ishlayaptimi? Voy palakat, qizib ketganini. Barchaga salom obunachilar. Sizlar bilan birgalikda men Odilboy va mana YouTube kanalimga xush kelibsizlar obunachilar. Sizlarning YouTube kanalimni ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Videoga kirishlardan videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yish albatta esingizdan chiqmasin. Aytgancha obunachilar, shu videoning kommentariyasi va opisiyaniyasida konkurs ссылкасы bo'ladi. Konkursga o'tib qo'yish albatta esingizdan chiqmasin. Xullas obunachilar, sizlarga bugungi kun qanaqa bo'layotganini aytib o'tadigan bo'lsam, bugungi kun har doimgidanda boshqacha. Har doim havo juda ham ajoyib va zo'r bo'lardi, lekin hozir uyim shunaqangi dimki, asli chidab bo'lmaydigan darajada. Kelinglar, eshigini ochamiz va oynani, voy palakat, oynani ochganning ham foydasi bo'lmayapti. Naborot tashqaridan dahshat issiq kirib ketyapti. Palakat, bu issiq qayerdan kelgan bo'lishi mumkin? Umuman tushunmayapman. Hali qishloqdagi ishlarimni qilishim kerak, mayli. Keyin magazinga borib bir muzdakkina suv sotib olay, bir muzdek suv ichib maza qilib, lekin hozir tomog'im og'rib qolganini hisobga olmaganda, ammo bu issiqda muzero nimadir qabul qilmasa bo'lmaydi. Tak. Obunachilar, quyosh menimcha normalniy. Quyoshga даже qarasam ham bunchalik issiq kelmayapti, lekin atrofdagi harorat bir tushunib bo'lmas darajada-da. Qanday qilib tushuntirsam bo'ladi? Nimadir g'alati. Tak. Palakat, namuncha bu yer issiq bo'lmasa, yopirisida vashshe issiq. Obunachilar, bu nimasi? Kommentariyaga yozinglarchi, bu qanaqa qilib bunaqa issiq bo'lishi mumkin yer? Odamlar bu yerga lava to'kib ketganmi? To'kib keyin tozalab ketishganmi? Palakat, dahshat chidab bo'lmaydigan darajada issiq-u. Da, vashshe yurmayapti. Jetel, nima gap? Tuzumsan, charchamayapsanmi? Ishlaring qalay? Menda ishlar hammasi zo'r. Shu qo'shni Markov sharkiga mehmonga kelmoqchi edim. Yo'lda vapshe oyoqlarim kuyib, qizarib ketdi. Keyin agar aybga buyurmasang, mana bu огородning ustiga chiqib oldim. Mayli, issiq bo'lsa bemalol turaver, lekin qanaqa qilib bunaqa issiq bo'lishi mumkin? To'g'risi bilmadim. Havo haroratiga vapshe nimadir bo'lyapti. Qattiq o'zgarish bor. Palakat, obunachilar, bu yana nimasi bo'ldi? Bu yozni issiq desak, hech qachon bizda yozda bunaqa issiq bo'lmagan va hozir yozni o'rtasi ham emas, ya'ni chilla deydimi? Chilla ham emas-da. Qanaqa qilib bu darajada isib ketishi mumkin? Kun men hozir shunga umuman tushunmayapman, palakat. Mana bu oynalarni hammasini sindirib tashlamasam, chidab bo'lmayapti. Kelinglar, obunachilar, bir amallab endi nima qilamiz? Tashqariga chiqib, anaqa qilib ko'raylikchi, kolodetsmi? O'shani ichidagi suvga bir tushib ko'raylik, muzdek bo'lsa, bir o'tdan suv olib. Diqqat do'stlar, bizda juda ham katta muammo bor. Biz naqd 98% dan obuna bo'lmay kuzlar ekan. Bu juda ham katta muammo bolalar. Hozir kanalga obuna bo'lib qo'yamiz, like bosamiz. Sizning bitta obuna bo'lishingiz biz uchun juda ham katta motivatsiya bo'ladi. Keyin Telegram kanalida konkurs ketmoqda. Bu konkursga qatnashib qo'yinglar. Telegram kanalimiz mana ekranda. Ya'ni kuchukcha Felix MC. Albatta hammangizga konkurs omad va albatta kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bu foizlarni tezroq kamaytirish kerak. Ko'ngil bo'lmasak, vapshe. Palakat, yurib bo'lmayapti. Nima qilsa bo'larkin? Hozir Jetel bir amallab o'taychi yoningga, keyin boshqa Jetellarni chaqirib, ular bilan gaplashib ko'ramiz. Albatta, shunaqa qilmasak bo'lmaydi. Biror yo'lni qilaylik. Okey. Tak. Opa. Palakat, vapshe yurib bo'lmayapti. Ha, yerni ham bosma, gravini ham bosma. Chidab bo'lmas darajada issiq. Ha, shunaqaga o'xshaydi. Palakatdina tez suvga, palakat, suv ham qaynab ketibdi-yu. Obunachilar, qanaqa qilib bu darajada issiq bo'lish mumkin? Chidab bo'lmaydigan darajadagi issiqdan qanday qilib qutulsam ekan? Jetel nima qilsak bo'ladi? Bilmadim, ochig'i, men mana shu yerda turaman. Xo'p, mayli. Telefonim suvga tushib ketdi. Jetel, o'tga nima qilib chiqib olding? Tush o'tdan. Yo'q, umuman chidab bo'lmaydi. Yerda issiqligini qara. Biroz toza havo qidirib tepaga chiqqandim. Tepada havo juda ham yaxshi ekan. Ha, okey bo'lmasa, o'shda turaver. Obunachilar, nima qilaylik? Sizlar biror maslahat beringlar. Axir mana obunachilarim haqiqiy geniy-ku. Ular ko'p narsani bilishadi-ku. Kanalimga obuna bo'lib, videoga like bosgan bo'lsanglar, unda kommentariyada obunachilar nima qilishim kerakligini yozib qoldiringlar. Albatta sizlar aytgan ishni men qilaman. Biror chorasi bo'lishi kerak-ku axir. Janob mer, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu yerda nimalar bo'layotganini hozir men senga tushuntirib beraman. Iltimos, kira olasanmi? Qanday qilib yoningizga boraman? Axir bu yerda juda ham qattiq issiq bo'lyapti-ku, bro. Ha, bu yerdagi issiq juda ham yomon, lekin chidab yonimga kelishing kerak. Okey. Palakat, qani. Kir. Okey, mana kirdim. Vapshe chidab bo'lmas issiq bo'lyapti-yu, ha, bro.
Da, nimasini aytasiz janob mer va pishi. Umuman nima qilishni bilmayapman. Sizni uyingiz ham namuncha isib ketdi. Ha, juda ham isib ketdi. Oynalarni sindirib tashlang iloji bo'lsa. Qarshi emasmisiz? Yo'q, albatta. Nima qilsak bo'ladi janob mer? Bilmadim, hozir men faqat bunker qurishni o'ylayapman. Xo'sh, bunker qurishga ulguramizmi? Xullas, menga ogohlantirish keldi. Lava tepaga qarab chiqyapti ekan. Nima? Lava? Hali bizning qishloqning tagida lava bormidi? Buni o'zim ham bilmagandim. Endi eshitdim. Ha, lava shunaqa tepaga qarab chiqayotgan ekan. Xullas, bizda bunker qurishda biroz vaqt bor. Balkim qurishga ulgurarmiz. Ha, balkim qurishga ulgurarmiz, lekin bilmadim. Hozir bunaqa issiqda yerda yurib bo'lmayapti. Qanaqa quramiz? Shuni o'ylayapman hozir. Men senga botinkalar beraman. Orqangdagi birinchi javonni ochsang, u yerda botinka turibdi. Uni kiysang, bemalol yuraverasan. Boshqalarga ham o'zim skrafit qilib, boshqa jitillarga kiydiraman. Ular ham senga yordam berishadi. Bo'lmasa qani tez kiyayda ishga otlanay. Davay, faqat qolgan oynalarni ham sindirib ket. Okey. Balakat obunachilar, agar tepaga lava chiqadigan bo'lsa, bu yerda hech narsa qolmaydi-ku. Birinchi navbatda meni uyim, meni narsalarimchi. Ha, endi nimasini aytasan, shunaqa bo'ldi. Keyin davlat qo'plab berar ekan hammasini. Davlat? Ha, yaxshi. Opa. Mana shu botinkami? Ha, aynan o'zi, mana shu botinka. Okey, qani yurib ko'raychi janob mer. Mana gazini bos. Eplab bo'lyapti. Hali bo'lmasam ketdim, narsalarni olib chiqay. Oppa, mana oxirgisi. Xullas, ritellar hozir voy palakat, bu nimasi bo'ldi yana? Voy, tez harakat qilmasak bo'lmaydi, Odilboy. Da. Xullas, ritellar hozir pastga qarab kovlab ko'ramiz. Mana shu yerdan qursak, menimcha hammasi yaxshi. Voy, issiqligini bu yerda lava. Yo'q. Bu yerdan kavlab bo'lmaydi. Ha, yer tagiga kirib bo'lmaydi. Menimcha biz o'ldik, biz qopqondamiz, jigar. Ha, menimcha shunaqa. Ritel, menimcha sening uying yonyapti. Jin ursin. Bilmadim, o'zinglarga nimadir qilib turinglar. Hozir men joy topib olay. Tak, obunachilar, balki mana shu yerdan qurarmiz. Mana shu yer menimcha, voy, palakat, issiqligini qaranglar, odamni yondirib tashyapti. Yo'q, bu yerda turib bo'lmaydi. Ritellar, menga qaranglar. Muhimi, bilasizlarmi nima qilish kerak? Sizlar teparoqqa chiqib turinglar iloji boricha. Bilmadim qayerga turishinglarni, lekin o'zinglarni saqlab turinglar. 10 ta adashmasam suv bordi. Suv yonidan bunker quradigan bo'lsak, u yoq sovuqroq bo'lishi aniq. Tak, obunachilar, bo'lmasam tez harakat qilib, mana bu yerda suv bo'lish kerak edi. Aynan mana shuning yonidan qursak, menimcha hammasi yaxshi bo'ladi. Voy, palakat, bloklarni olmabman-ku. Tez bloklarni olmasak bo'lmaydi. Tak. Xo'sh. Ritellar, men bloklarni olmasam bo'lmaydi. Xo'p, mana shunday. Qani ketdik obunachilar. Tezlik bilan bunkerlarni qurib olsak, jitel ana u yerga borib tur, boshqa jitellar bilan birga bo'lib turasan. Okey, men atrofni nazorat qilyapman lekin. Хорошо, obunachilar. Jitellarga hozir prям juda ham qiyin bo'lyapti. Menimcha bu yerga chidasa bo'ladi. Ha, obunachilar, bo'ldi. Unchalik ham chuqur kovlashni xohlamayman. Menga mana shuni o'zi yetib ortib ketadi. Tak. Xo'sh, mana shunday. Opa, ham bizga unchalik katta bo'lishi ham shart emas, chunki bizda vaqt juda ham yo'q. Ya'ni juda ham kam obunachilar, shuning uchun tezroq biz qilishimiz kerak qiladigan ishlarimizni. Xo'sh, mana shunday. Okey. Tak, tez harakat qilsang-chi Odilboy. Palakatin obunachilar, buni sizlar ham eshitdinglarmi? Qanaqa qilib dang'irlab bir nimalar chiqib bo'lib ketganini. Yo'q, birisida bu nimasi bo'ldi? Odilboy, bu yoqqa kelsangchi tezroq. Bo'ldi, endi hammasi kech. Voy, palakat, tez yugurish kerak jigarlar. Issiqqa qaranglar. Mana bu lavalarni qaranglar. Yo'q, meni jonajon uyim, stop, narsalarimni olishim kerak. Tak, kompyuterim ulguramanmi? Menimcha ulguraman hammasiga. Xo'sh, narsalarni tez yig'ishtirish kerak. Tak, okey, boshqa o'ylashimcha hech narsam yo'qda. Xayr, jonajon uyim, seni juda yaxshi-ku. Narsalarni barchasi tamom bo'libdi-ku. Da, mana bu yer tepadan chiqasan. Tak. Xo'sh, obunachilar, yaxshi. Endi tepaga qarab harakatlanmasak bo'lmaydi. Tak, okey. Qani jitellar? O'zi bitta joy qoldi, ehtiyot bo'lmasak bo'lmaydi. Ha, lekin men hozir bu yerga tushishim ahmoqlik. Tushmasang bo'lmaydi. Agar hozir yoningdan lava otilib chiqadigan bo'lsa, dabdalak chiqadi. Mana bu yoningdagi eng katta qasr sirib ketadi. Ha, nimasini aytasan? Qani bo'lmasa olg'a. Joyiga tushdim. Bu yerni kattartirmasam bo'lmaydi. Bo'lmasa mana bu tagidagi yog'ochlar bu yerni ko'tarmaydi.
Ha, hali lavalar otilib chiqishini qara. Yo xudoyim, mana buni qaranglar, bu yana nimasi bo'ldi obunachilar? Buni hali oldin kuzatmagandim. Tak, okey. Mana shunday qilamiz. Tak. Mana shunday va mana bunday qilamiz. Xo'sh. Tak, voy. Balakat buni umuman kerak yo'qdi. Mer endi nima qilamiz? Bizda boshqa chora ham qolmadi. Bilmadim, Odilboy bilmadim. Ha, balakat dini. Ha, men bularni sindirib olib tashlashimiz kerak obunachilar, chunki bunga agar lava tegib bu yonib ketadigan bo'lsa, hammamiz asbala sofin bolta. Balakat kerakli narsa yo'q. Okey. Tak, mana bu bilan ham sindirib tashaveramiz. Uyi yarmini sindirib tashlamasak bo'lmaydi jigarlar, bo'lmasa uy yonib bizga tushadi. Xo'p, mana shunday. Mana shunday, mana shunday. Okey. Ana sinsakchi, sina qol jigar. Tak, bo'ldi. Menimcha boshqa joylari bizga tegmaydi. Janob mer, juda ham qo'rqib ketyapman. Balakat, mana bu narsa tushib ketsa biz tamommiz. Yana ham kengaytirsak bo'lmaydimi? Yo'q, yana ham kengaytirsam, yana ham og'irlik tushadi. Endi bu yerdan qochib ketish yo'lini topish kerak, lekin lavalar har tomonda. Agar mana bu yerdan yurayotganimizda otilib chiqib ketsa, hammamiz o'lamiz. Akacha, menga sapshaya keldi. Bu yerga hozir tez orada qutqaruvchilar kelib, bizni olib ketar ekan. Nihoyat, urra! Ha, mana shunaqa gaplar. Uyim tamom bo'ldi. Mayli, barchaga xayr obunachilar. Sizlar bilan qisqa vaqt ichida men Odilboy bo'ldim. Bunaqa animaliyani biz Minecraft olamida endi birinchi marta ko'rib turibmiz. Video yoqqan bo'lsa, videoga like bosish va kanalga obuna bo'lib qo'yish albatta esingizdan chiqmasin jigarlar. Kommentariyaga meni o'rnimda bo'lganingizda nima qilgan bo'lardingiz, uni ham albatta yozib qoldiringlar va konkursga qatnashib qo'yish esingizdan chiqmasin jigarlar.